Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ayol soviy boshlaydi? Ayollar qachon soviy boshlaydi? Barchasidan. Qachon u birdan befarq bo'lib qoladi? Bilasizmi? Ayol avval kutadi. Shunchaki kutadi. Erining o'zgarishini kutadi. Balki o'zgaradi deb umid qiladi. Chunki u erini sevadi. U hali undan umid qiladi. Ammo har bir kutish bosqichi ichida ichki savollar tug'iladi. Nega meni tushunmayapti? Men yetarli emasmanmi? Men chiroyli emasmanmi? U meni sevmaydimi? Endi meni qadrlanmaydimi? Men qadrli emasmanmi? Va shunga o'xshash savollar. Bu bosqich sabrning sinovi. Keyin u tushuntirishga harakat qiladi. Ichidagi og'riqni, xafalik sabablarini, talablarini aytadi. U ishonadi. Meni eshitadi, meni tushunadi deb. Lekin ko'p hollarda javob ololmaydi. Keyin esa u o'zini ayblay boshlaydi. Balki men yetarli emasman. Balki men ko'p talab qilayotgandirman. Shunga o'xshash savollarni ayblay boshlaydi. Chunki u sevgisini saqlanib qolishini xohlaydi. Lekin bir kun keladiki, u ichdan charchoqni his qila boshlaydi. Bu o'zini ayblashdan, ayblovlardan charchaydi, charchoq his qila boshlaydi. Gapirishdan charchaydi, tushuntirishdan charchaydi, isbotlashdan charchaydi va oxirida o'ziga stop deydi. Kamroq gapirishni boshlaydi. Kamroq talab qila boshlaydi. Tushuntirishdan ham o'zini tiyadi. Nimanidir isbotlashdan ham o'zini tiyishni boshlaydi. Kamroq urushadi. Chunki u ichida holdan toygan. Eng xavfli bosqich jimlik bosqichi. U urushmaydi, talab qilmaydi, hech kimga ko'z yoshini ko'rsatmaydi. Chunki jim ayol u befarq emas. U o'z ichida o'zi uchun qaror qilmoq va u oxiri o'zida ichki kuch topadi va o'zini himoya qiladi. Keyinchalik esa asta-sekin barchasidan soviy boshlaydi. Oldin og'ritgan gaplar endi uni og'ritmaydi. Oldin kutgan qo'ng'iroqlar endi u uchun muhim emas. Chunki barchasidan sovigan ayol ortga qaytishni xohlamaydi. Bu bosqichda ayol o'z qadrini anglay boshlaydi va oxirida o'zini tanlaydi. Eng qo'rqinchlisi ayol yig'lamay qolganida emas, u tinch bo'lganda. Chunki u ichida hamma savollarga javob topgan, qaror qabul qilgan. Endi u o'zini himoya qiladi va hech kim uchun o'zini yo'qotishni xohlamaydi. Chunki tinch ayol, o'zini qadrlagan ayol, kuchli ayol ekanligini his qila boshlaydi. Agar siz ham shu jarayonlardan o'tayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz zaif emassiz. Siz shunchaki charchagansiz. Agar siz ham bugun o'zingizni tanlayotgan bo'lsangiz, kommentda men o'zimni tanladim deb yozib qolding. Agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosing. Yurakchani qizartirib, video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'ling. Siz bilan Gulish xonim bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.